Hurmatli fermer akalar, xabarlaring bor. O'tgan videolarimizda sentrabejli nasosimiz haqida to'liq ma'lumot bergandik. Xuddi shu nasosimizni 500 taligidan Jizzax viloyati Zarbdor tumanidagi fermer akamizga uстановка qilib berganmiz. Bugun qanday ishlayapti, holatlardan xabar olgani kelganmiz. Shu yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Dadangizlar qayerdalar? Dadam ish bilan shahar chiqib ketdilar. Bizda nasos oldilaring. Men o'zingiz ham borgandingiz. Ishlashlari qanday? Holatlari qanday? Ishlar shahri zo'rlangan asosimiz 113 kW bilan ishlagan bo'lsa, 175 kW bilan ishlaydi. Biz kamtar xarajat qilib, ko'p nasos davleniya beryapti, zo'r chiqarib beryapti suvlarni. Pastdagi nasosimizni o'rnida xuddi shu nasosdan turardi. Uni pastdagini almashtirganimizdan keyin tepadagi nasosimizni baqa suv chiqarib berishiga kuchi yetmay qoldi. Shu sababdan yoniga kichkina nasoslardan ham qo'shimcha qo'yib qo'ydik. Bayaqda nasosimizni ham o'sha 75 kW nasosimizdan almashtirmoqchimiz, o'rniga qo'ymoqchimiz. Bu nasos o'rnatib ketishgandan beri hali biron marta отказ qilgani yo'q. Bu nasosdan biz baraka topdik. Ustalariga ham rahmat, o'zlari kelib o'rnatib ketishdi. Jasur akaga ham rahmat, hammalaringga tavsiya qilaman. Mana ko'rib turibsizlar, fikrlarni eshitdik. Sizlarga ham haqiqiy ekonomik nasos kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar.